Assalomu alaykum, hurmatli Nurmay obunachilari. Mana Xudo xolasa, Namangan Haklavoddan tushgan zakazimiz ham tayyor bo'ldi. Bu mijozimizga razmerlarini kichaytirib yasab berdik. 4 metrga 2.30 qilib tayyorlab berdik. Jurnalniy stol ham o'ta me'yoriga keldi. Ugolok bilan почти teng holatda turibdi. Taburetkasi 3 ta, 4 ta bolishi. Oldingi safar yoz yomoniga ham shu razmerda o'rnatdik. Joyim bemalol deganligi uchun bitta taburetga qo'shib berdik. Bu mijozimiz taburetkasi kerak emas, narxidan o'tib bering dedi. Taburetkani 200 ming so'm o'tib berdik, 5 million 300 ming so'mga tayyorlab berdik. Jurnalniy stol alohida. Hop. Ichlari 100% sasna yog'och bo'ldi, pampers prujina. Uyni to'ra burchagiga tushaveradi. Hozir bu holati 4 metr. Bu yog'ini bu ikkovi bo'lagini bu yoqqa olib qo'ysa, bu yog'i 4 metrga, bu tomoni 2.30 holatda bo'ladi. Stollarni bu yoqqa aylantirib olsa bo'laveradi, xudo xolasa. Orqalari ham o'zini materialda polniy. Ichlari 100% sasna, pampers prujinada bo'lgan. Qora pamperamizdan, xudo xolasa. Jurnalniy stol ham mana o'ziga mos juda ko'pchilik so'rayapti. Tepasi qora bo'ladi, chekalari gold sepilgan. Ugolok mos, xudo xolasa. Bu jurnalniy stolni alohida 600 ming so'mga tayyorlab berdik. Polkali qilib bering dedi. Bitta xonadonga olib boriladi. Uyini enini razmeri 3.70 ekan. Hozir 2.30 qo'ysa bu yerdan yana 1 metr 1 metrdan oshiqroq joy qoladi. Shuni hisobiga xuddi shu holatda qilib qo'yib qo'yaman. Dasturxonda oshcha narsalar bo'lsa, boshqa bo'lsa, bu yoqqa olib qo'yib turamiz vaqtinchalik mehmonlarning oldidan. Ozaygan holatda bu yerdan olib yana qo'shaveramiz dasturxonga dedi. Shuning uchun alohida qilib tayyorlab berdik bu jurnalniy stolni. Bu jurnalniy stolning razmeri 1 metrga eni 80 qilib tayyorlandi. Polkasi ham bor. Polkasi ham bu narsa qo'yib ishlatsa bo'laveradi. Bu yerda 3.70 ligini hisobiga bu ham bemalol sig'adi. Xudo xolasa. Ish o'ta go'zal chiqdi. 4 ta bolishi. Shaklari ham o'ta joyida tikilgan. Orqalari o'zini materialda. Xudo xolasa tayyor bo'ldi. Dastavkaga hozir yuklaymiz. Yuklashdan oldin bitta video qo'yaylik deb video qilyapmiz. Kimga shunaqa yumshoq mebel kerak bo'lsa, sifatli, hamyonbop murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitirib beramiz.